Telefonga bog'lanib qolganmisiz? Tadqiqotlarga qaraganda biz yangi xabarlar, yangiliklar va boshqa ma'lumotlarni bilish uchun qo'l telefonimizni kuniga 150 martagacha tekshirar ekanmiz. Bir tashkilot telefonni kunda necha marta ishlatish borasida so'rovnoma tashkil etgan va yakunida ishtirok etganlarning har 4 nafardan biri telefonini har yarim soatda, 5 kishidan biri esa har 10 daqiqada tekshirishi ma'lum bo'ldi. Bu ma'lumotlar nimadan darak beradi? Insoniyat yangi texnologiyalar asrida yangi kasallik, telefon xastaligiga chalinmoqda. Bu xastalik ham ruhiy, ham jismoniy, ham ijtimoiy kasallikdir. Bugungi kunda telefondan foydalanishda mukkasidan ketganlarda nomofobiya, telefondan ayrilib qolish qo'rquvi kuzatilmoqda. Tadqiqotlar davomida 53% ga yaqin foydalanuvchilar telefonini yo'qotib qo'yish, quvvati yoki hisobidagi mablag'ning tugab qolishi yoki internet yo'q joyda bo'lib qolishdan doimiy ravishda xavotirlanib yurar ekan. Bunday insonlar oila yoki do'stlar bilan bir dasturxonda, bir davrada o'tirganda ham suhbatni bir chetga surib qo'yib, telefonda ijtimoiy tarmoqlarni ko'zdan kechirish yoki video tomosha qilishdan bo'shamaydi. Avtobusda, yurganda, turganda, kutganda va hatto hojatxonada ham telefonini qo'lidan qo'ymaydiganlar bor. Eng achinarlisi, farzandlariga ham bu kasallikning yuqishiga sabab bo'lishmoqda. Farzandi mehr va e'tiborga eng mushtoq paytida uni yolg'iz tashlab qo'yish va mehr bermaslik. Bularning barchasi kelajakda juda yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bilasizmi? Mobil telefonlari va boshqa gadjetlar inson bosh miyasining yemirilishi, ya'ni cheklangan atrofiyani keltirib chiqarishi mumkin. Ko'pchilik o'qituvchi pedagoglar o'quvchilar oddiy savollarga javob olish uchun ham internetdan qidiruvga berayotgani va natijada bilim olish qobiliyati pasayib borayotganidan jiddiy xavotirga tushmoqda. GPS navigatorlarga o'rganib qolgan haydovchilar esa borgan joylarni eslab qolish haqida bosh qotirmay, o'z manzilini mustaqil topish ko'nikmasini yo'qotmoqda. Smartfon ekraniga tikilishga ruju qo'yganlar o'z odatlaridan qutulishlari oson bo'lmaydi albatta. Biroq agar ekranga kamroq tikilsalar, o'z yaqinlari va atrofdagilar uchun ko'proq vaqtlarni ajrata oladilar. Harflar yordamida emas, jonli tarzda yuzma-yuz suhbat qura oladilar. Aytishadi-ku, mehr ko'zda deb. Telefon kasalligiga chalinganlar, siz bugun ertangi kunning poydevorini quryapsiz. Shuning uchun iltimos qilamiz. Keling, birgalikda kelajagimizni asraylik va ehtiyot qilaylik, toki kelgusi avlodlar bizdan rozi bo'lsinlar.